Hammaga assalomu alaykum. Bugun Muzdalifa oshxonasida mehmonimiz, ya'ni Siddiqalar onasi Maxnur opa. Keling Maxnur opa, xush kelibsiz Muzdalifa oshxonasiga. Bugun bizga qanaqa taom tayyorlab berasiz? Sirasi o'yladim nima tayyorlab berish kerakligini, shirinlik tayyorlab beraymi ekan, chunki birinchi baribir Muzdalifa o'zini shirinliklari bilan Qo'qon bozorini egallagan. Keyin ovqatmi, salatmi deb o'ylab ko'rdim. Shirinlik tayyorlashim men uchun ayanchli oqibatlarga olib keladi. Chunki babshirinlikka uncha o'quvim yo'q deb, shuning uchun issiq taom tayyorlamoqchi bo'ldim. Yengilroq, sirlik, agar o'zbekcha laqchada gapiradigan bo'lsak, sirli sho'rva bo'lsa, sirli sup mahalliy tilda aytiladigan bo'lsa. Shunaqa. Maxnur opa, shu yerdagi masalliqlardan hammasi yetarlimi? Albatta, bizga kerak bo'ladi qaymoq, sut, piyoz, tovuq filesi, bular to'g'rab qo'yishibdi, faqat men kelgunimgacha qizlar chaqqonda, Muzdalifa qizlari butun sosi yaxshi bo'ladi, bo'laveradi, bunaqasi ham zarari yo'q. Kartoshka kerak bo'ladi va sabzi. Albatta krem chiz kerak bo'ladi. Qovurish uchun esa sariyog' ishlatamiz, foydaliroq bo'lishi uchun. Demak, boshlasak bo'ladi. Bismillah deb. Buni hozir qizlarga uzatib yuboramiz. Buni qaynatgani qo'yib qo'yishadi. Sabab vujudida har xil narsa bo'ladi. Qaynatib yuborilsa, o'sha ichidagi yomon narsalari suvga chiqib ketadi va shu tariqa biz go'shtini ancha pokiza holatga olib keltirib olamiz. Bo'ldi, buni qaynatamiz. Qaynatasizlar. Avvalo bismillahdan boshlaymiz. Fartuklarni taqib olamiz va boshlaymiz bismillah deb. Qo'llarimizni endi bitta yuvib olamiz, fartuk ushadik. Endi bu sariyog'da ozginarog'ini olamiz. Bismillahrohmanirrohim. Odatda doim yog' ishlatiladi, sariyog' ishlatiladi. Sariyog' ishlataman yoki zaytun moyi ishlataman. Qizdirmasdan ustini sovoramiz. Kartoshkani sovoramiz. Oilada oshxonada qanaqasiz? Juda ham yaxshi ko'raman. Oshxonaga chiqib kirsam, nimadir 1 soatda hamma narsa bo'ladi menda. 1 soatda salat bo'ladi, ovqat bo'ladi, issiq shirinlik bo'ladi. Men ulguraman. Men o'ylaymanki, epli ayol 1 soatda 3 ta mahsulotni yegulikni tayyorlay oladi deyman. Lekin hozir alhamdulillah qizim katta bo'lib qolganlar, u oshxonaga kirmaganimga 3 yil bo'lib ketganda hozir. Mana tayyorlab olib keyin qiladi-yu, men shu qozonni qo'yaman, archib turaman yonida. Dammadam to'g'rab, dammadam tashlab turaman-da. Taom tayyorlaganingizda o'xshamay qolganlari ham bo'lganmi? Bunaqalari ko'p bo'ladi. Oboq-tashku bu narsa, bu o'xshamay qolganlari bo'ladi-yu, lekin u o'sha yoshligim paytlarimizda bo'ladi odatda. Eng yaxshi ko'rgan taomingiz qaysi? Go'shtli ovqatlarni yaxshi ko'raman. Go'shtli ovqatlarni yaxshi ko'raman. O'zi go'shtli taom tayyorlab bermoqchi edim. Sizlarga faqat soat ancha ketadi, asarti qilib bermoqchi edim. Go'shtli taomlarga rosa ustaman-da o'zi ham. Endi men bu sabzini qirg'ichdan chiqazgan ma'qulroq bo'ladi. Chunki nimaga? Men odatda boshqa suyuqlarimga ham sabzini qirg'ichdan chiqazaman. Bolalar sabzi yeyish qiyin-ku, to'g'rimi? Anaqa yeyish olmaydi. Shuning uchun qirg'ichdan chiqazilsa, bu ancha o'zini mazasini suvga beradi va bolalar buni payqashmaydi. Ozgina tuz qo'shdik. Bismillahrohmanirrohim. Mana suvimizni qo'yib oldik. Endi bu bir me'yorda qaynab turadi. Tovuqimiz, go'shtimiz pishib qolsa, qo'shamiz. Ha, u ham bitta qaynab chiqsa bo'ldi. Maxnur opa, siz uchun oila muhimmi yoki o'z ishi, biznesimi? Qaysi biri birinchi o'rinda turadi? Tanlov kelganda. Tanlov kelganda. Endi u vaziyatlarga bog'liq. Vaziyatga bog'liq, vaziyatga ko'ra qaror chiqazaman. Chunki 2 yil oldin boshqa fikrda bo'lsam, 2 yildan keyin boshqa fikrda bo'laman. Masalan, oilali ayol bilan oilasiz ayolda farqi bor, boquvchisi bor ayol bilan boquvchisi yo'q ayolda farqi bor. Shuning uchun agar o'zimni nuqtamdan ko'rib aytadigan bo'lsak, menga baribir o'zimning ishlarim va faoliyatim muhim. Chunki baribir 4 ta bolani boquvi bor, ulg'aytirish bor, o'qitish bor. Bu hammasi baribir mening bo'ynimda bo'lgani uchun men uchun ishim muhim. Agar oila masalasida haligi unaqa holatda moddiyatda bir manfaatlar to'qnashmasa, ya'ni er tarafdan muntazam o'sha yordam yoki qanaqadir ta'minot bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi eng to'g'ri yo'l uyda farzandlar tarbiyasi va shunaqa shirin taomlarni pishirib o'tirgani eng to'g'ri yo'l deb o'ylayman. Muhimdan muhimini ajratib olamizda. Biz ayollar o'zi ishlash uchun emas, faqat farzand tarbiyasi va jamiyatimizga kerakli farzandlar tarbiya qilishimiz uchun kerakmizda. Endi vaziyat taqozo qilgandan keyin majbur biznes qilamiz, loyihalar ustida ishlaymiz. Shunaqa. Ayol o'zi aslida ojizami yoki ojiza? Ojiza, lekin ayolni kuchli qilib yuboradigan
uni himoyasi yo'q bo'lsa majbur ayol o'zini kuchli qilib yuboradi. Ayol kishini kuchli qilib yuboradigan o'sha uni atrofidagi erkaklar bo'ladi. Buni qaynagan tovuqni endi bulyonimizni ichiga qo'shib yuboramiz. Endi bu bir me'yorda qaynab turadi. Kecha esa Muzdalifani shirinliklarida maza qilib shirinlik suhbat qilib o'tiramiz. Mehmon qilamizlar. Kecha Muzdalifaga bir ish bilan kelganimda mana shunaqa yoshligimizdagi nimadirdi shuni nomini tuyoq ham deyishadi, trubichka ham deyishadi, nimadirlar deyishadi. Xullas mana shu shirinlikdan ko'rib qoldim. Sotilib bo'lingan, buni buyurtma qilib qo'yishgan deyishdi. Bitta ham menga tegmadi. Keyin Muzdalifaga aytib qo'ydim, ertaga men borishimga shundan qilib qo'yinglar degandim. Mana hozir qilib qo'yishibdi. Bismillah. Olib turasizlar. Zo'r ketyapti. Zavarnoylik qildingizmi? Voy, mashalloh, rahmat. Zavarnoyligini rosa yaxshi ko'rardim. O'zim olib ketganman qolganim. 1-2 sizlar yemaysizlarmi? No'g'ri. Yana ozgina tabga ko'ra rolton pripravasidan qo'shib yuboramiz. Aynan tovuqli mazaligidan. Bu hozir eng kerakli maza beradigan mahsuloti. Cheese krem qo'shib yuboramiz. Ozgina. Bunga mana shundan qo'shib yuboramiz. Ozgina sut qo'shib yuboramiz. Men sut ham qo'shaman. Bismillah. Faqat qaymoqni xolodilnikdan olib darrov qo'shib bo'lmaydi, chunki muzdekka issiq sirazu aralashsa bu titilib ketadi qaymoq. Shuning uchun qo'shishdan avval shu ovqat tayyorlash boshidayoq agar xolodilnikda bo'lsa, muzlatgichda bo'lsa, qaymoq chiqazib qo'yinglar. Xona haroratidagi qaymoq qo'shsanglar, keyin zo'r bo'ladi, mazali bo'ladi. Murch qo'shib yuboramiz. Bu murch ayni bu sirni supga zo'r maza beradi, eng nozik nota beradi taomga. Buni keyin qo'shgandan ko'ra qaynab turgan jarayonida murch qo'shish ovqatga nozik nota beradi. Qornim chiqadi. Buni faqat o'sha ovqat pishib bo'lgandan keyin imkon qadar pishishga kelib qolganda qaymoq, bu sut, bularni keyin qo'shilsa yaxshi. Oldinroq qo'shib qo'ymash kerak faqat. Mazasini buzib ko'p qaynab bo'lmaydi-da sut mahsuloti. Norinni tayyor to'g'ralgan xamirini qo'shaman. Zo'r bo'ladi. Bu o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Odatda boshqacha uyda tayyorlagan ugura xamirlarimiz yoki boshqa narsa qo'shsak, xullas norinni o'zini mazasi bor, qazini suvida pishgan bo'ladi va yaxshi pishiriladi. Ichiga qo'shib yuboraymi yoki chinniga qo'shib qo'yaverasizlar? Chinniga qo'shib yuborasizlar. Ovqatimiz tayyor ekan. Idishimizga ozgina norin qo'shib olamiz. Endi suyuq sirni supimizdan qo'shib olamiz. Navoson darmon sho'rvada bu endi rosa maqta ichasiz. Bismillah. Mazasini bitta tatib berasiz endi. Har doimgidek o'zim qilar ekanman degustatsiyani. Bismillah. Zo'rmi? Boshqacha. Zo'r. Ham achchiqdan beryapti qandaydir. Og'izga yoqadigan. Murch xususiyati aytdim-ku nozik. Sizga bitta savolim bor. Muzdalifada qaysi shirinlikni yoqtirasiz yoki qaysi mahsuloti sizga yoqadi? Muzdalifani hamma mahsulotini yeb ko'rmaganman, chunki assortimentlari juda ham keng bo'lgani uchun avval ko'zim oshiq bo'lganlarini yeb ko'raman. Chunki inson nimadir yegisi kelsa, oldin ko'zi oshiq bo'ladi-yu, keyin yegisi keladi. Mazasini ko'rmagan narsangizga ham. Sirni somsalarini yaxshi ko'raman, chunki ma'lum va mashhur, hamma bilgan. Va shirinliklaridan o'sha boya aytdim-ku, istoriyada voy men yaxshi ko'raman deb o'sha trubichkalarini yaxshi ko'raman, zavarnoyli, kremli narsalarini. Maxonur opa, Muzdalifa oshxonasiga yana bir bor xush kelibsiz. Bizning homiylarimiz Sof makondan shunaqa sovg'alarimiz sizga. Sovg'a ham berasizlarmi bizga? Voy, rahmat Sof makon jamoasiga. Albatta ishlatib ko'ramiz mahsulotlaridan. Rahmat, tashakkurlar kattakon e'tibor uchun. Rahmat, Muzdalifani mashaqqatli va fidoi mehnatlari uchun rahmat. Bilamiz Qo'qonimizdagi eng ilg'or konditorlardan va eng birinchi bo'lgan konditorlar jamoasiga kiradi. Jamoani qizlari juda ham yaxshi, ishlari pokiza, halol, yaxshi ayollar ishlashadi. Hurmat qilaman. Meni ham hurmat qilib, aziz qilib mana shu joyga taklif qilganinglar uchun rahmat. Menga ham suhbat bo'lganingiz uchun Dilnavoz xon, sizga ham kattakon